İlinla, ilinla. Ben huzur ilinla. Ama göçtün. Bak ayarlarımı karab oltursunlar. Ammamsızlar. Bunu bir malum zorlasak ötüp gidildi değil mi? Ma pıtı koynum pıtı.
Ha, tushdilar. Oladiganni olgandan keyin endi oyoq berib tushdilar. Ha. Voy, bu yer turvazli xarida kelmaydi deyman. Oyoq berib tushdilar. Qanday adam? Doda, babam yo'qtirdi. Ötep para yalgan sözlüme. Rost ovatime, babam yo'q. Ishemisiz qarab pek qildi doda. Bir qarab bakay. Vay vay. Aramağını koymay. Vay. Hey, Ruqiyama. Ben Esat. Esatma. Qachon keldingiz? Hozirlik kelishim. Nega tushdingiz? Merhaba mehmonxonasiga. Amisi heli ko'rishaylik. Ma'qul. Ma'qul amisi. Xo'sh. Xo'sh. Ajab yevdiganda qarab ketdingiz-ku. Sizni bakli sevdim. Xizmat ishilar oldira cho'p ketdi. Sizni izlab kelamadim. Atdigan avlodlar uchrashib qoldim. Uni ko'migil uzun bo'pti ekan. Qanchalik tursiz? Nima? Kelakanmaylar. Ana zerikdingizmi? Yo'q, qay demoqchi bo'lganim. Tushundim. Bir nechapda. Bu qaytam men sizni deb ekan. Rostmi? Boshqa ishim yo'q. Voh. Şu. Xotun. Xotun. Baylık ilahi, xotun, baylık ilahi. Men endi beyip ketadigan bo'ldim. Nim bo'ldi? Bir yerdan ot kallasıdak oltin tepib olmagansizlar. Men rastla oltin tepib oldim. Baylık tepib oldim. Katta baylık digine. To Xudoyim, ma degan gapini. Shunimi gapim bor deb deydiganlar. O'z dadasini tilamchilik qilgan nadi ba? Hey, ahmaq xotin. Qanqa? Tushundingmi? Lekin xalqlar tonib qasqanda qilamiz. Tonimaydi. Dadam o'tganda o't kuyib ketgandan beri hech kim bilan ko'rishmoqmisa? Hey, mushimi ham qildigan ishmi? Sodirankamlar bilan tursunlar bilib qolsa g'alva qilarmikin deyman. Ularning og'zini tuvoqlashni menga qo'yib-da. Tova. Qo odam jumosile. Malaka, kastaga, kastama o'qishini bilgaydi deyman.
Çapıyay. Hakkını elinglar. Ben sizning bu sözünüzden bek ta'sirlandim, ukam. Hammamiz bir uyda cho'ng bo'lib, sizning dadamga bundaq kuyimchan ekanligingizni men bilmabdi ekanman. Faqat bilmabdi ekanman. Endi bo'pti. Bu ish sizning deganingiz bo'yicha bo'lsin. Biroq sizga bek ko'p yuk qolarmikin deb ansirayman, ukam. Ha? Ras aka. Siz bundaq deyaversangiz, bizmi bek xijil bo'lib qoldi ekanmiz shu. Bu menga yuk olmaydi. Bu mening majburiyatim. Mandadang. O'tganda dadamni siz shu maqsadda ekitibgansiz-da? O'tganda kelsam siz yo'qkansiz. Keyin o'zim bir tushuntirib qo'yaman deb ketaverdim. Men dadamdan ansirab izdimiga yerim qolmadi. Tursunmi izdidi. Ikkimiz tang avar bo'ldik ukam. Bumu bo'pti. Buni yaxshi o'ylabsiz. Bo'ldi. Sizningmi dadamni baqqaningiz uchun az to'la menmi pul beraymikin deyman ukam. Pul beraman deb avara bo'lmang aka. Faqat dadamning hamma ishlariga ukam nadir mas'ul bo'ladi. Men aralashmayman deb pul xat bersangiz bo'ldi. Bu nima deganingiz ukam? Dadam degan hammamizning dadasi tursa, biz xat yozishib nima qilamiz ukam? Siz meni obdan bilasiz. Men degan gapimda turadigan odamman. Siz xotirjam bo'ling. Sizning dadamni qandoq beqishingizga men hargiz aralashmayman. Unchalik ishga xat yozib yurmayli. Yezib bering aka. Hamda jon degan tanda omonat qarang. Nima bo'lmasin? Mush dadamizga birasimiz qonunliq egolmasak bo'lmas. Asta. Tasi qamlashmagan ish bo'ldi-da bu. Senmi yezbaf ukam? Bu ishlarni sana tushuntirib oltamsanmi bo'la? Biroq aka, o'tganda men dadamni boqadigan chaqda sal aldirash o'p qilib qarshi beramidim. Siz xafa-mug'ansiz, a? Yo'q. Menmi yizdiray dedim-ku. Qonunning moddasida dadasiga birsi cho'qim mas'ul bo'lish kerak degan yeri bor. Bu Nadirning yaxshi ko'ngli ekan. Nadir qiyinchilik tatib qolsa, bizmi qarab oltamay yordam qilsak bo'lmadimi ekan? Ana ekan, mantini qiziq yigina, ha? Ana Men Nadir axunning bunchalik mardligini bilmabdi ekanman. Nadirmi bu qitim nayt mardlik qildi. Nadir dadamni eketgandan buyon o'zimmi tozi yengillab qolgandek bo'ldim. Menmi shu. Aplashdimi? Aplashmaydigan nemisi bor? Biz endi beyib ketadigan bo'ldik. Qo'limda mush xatli bo'ladi ekan. Ular ishlarimga hargiz aralashmaydi. Bu ish menga sal g'alati tuyulyapti. Aslida xatni oldirib yozmaydigan ishkan to'q.
Nadir akamning deyishicha, qonunda shundoq belgilim bor o'xshaydi. Bu giyilemler neyim diken çıraylıklar? Yemek karavatısız. Baba. Balalarınız yok mu? Sen karavatı da. Men mi? Men karavat. Qarşı qaramamdı. Bu beçarlar bilan so'zlashib, muntishib qo'yish. Ayıp mı ki? Bilamsiz, Ürümchida bir qism noinsoflar pul tepish uchun kichik bolalarni ota-onasidan ayirib, tilanchilikka, o'g'irlikqa, zahar sodisi qilishga majburlaydi. Men ota-onamning yuzini ko'rmagan. Ular kichik vaqtimda o'rtog'ida qazo qildi. Siz bularni bilib turib, meni kechiring Asad. Xafaman. bugun u bovayni yana uchratdim. Nemish ekan u bovayning menga deydigan so'zi bordeklar. Hayronman. Shunchalik eg'ir ko'ygan odamning sirtda so'g'it tilanchilik chiqishi meni ajablantirdi. Uning ya boqadigan odamlar yo'qmidi? U bechoraga ichim og'rib qoldi. Hozir bu kecha bu so'g'itda nalat yuradigan. Buni bir bilsam koshki. Dadamni odam bo'lmaydigan yerga opirib qo'yiblar. 3 kundan beri diqqat qilyapman. Ancha ko'p odam pul bermadi. Haq o'z xalab bermasa, urib og'il bo'ladimi? Hamma ishning epi bor. Odam ko'p boradiganovat bozorlarda tijoratmi yaxshi bo'ladi? Yangi bozorning darvozasidagi hiliq palampayga opirib o'ltig'izib qo'yslar. U yerga odam ko'p boradi. U yerga opirib qo'ysam, dadamga kim qaraydi? Qaramisi nim bo'ldi ekan? Tilamchi deganni birsi olib qochmaydi yoki pulini bo'lib olmaydi. Silma apini shu yerda haydigandan keyin opirib akilishga qulaylik. Opirib akab bo'g'icha dadamni boshqalar tunib qaschu. Burun qo'shnilarining nechisining dukuni va u yerda. Dadamizni hech kim tonimaydi. Saharda opirib o'ltag'izib qo'yib, kechda sal qorong'i tushganda, bozorda odam qolmaganda akavaslar kirimmi ko'paydiganga.
Ha, yoza balam, ha. Hürmetlik Müslüman qarindoshlar. Mening bu dunyoda Xudodan o'zga hech narsam yo'q. Ota-onammi, urug' tuqqanlarimmi va bir tuqqan qarindoshlarimmi yo'q. O'zimning jinini o'zim boqolmayman. Dada aldırmang ulgurolmadim. Nim deb yozdim? Xudodan o'zga hech narsam yo'q. Xudodan o'zga hech narsam yo'q. Xudo yo'lida qildigan sadiqanglarni mendek bir miskin bechoradan aymasliginglarni umid qilaman. Menga birini bersanglar, Xudoyim sizlarga mingni berdi. Yozdingmi? Ha, ma'qul. Ish nima? Sizga ilk telefon qilay. Asad. Nim bo'ldingiz? Hech nima. Mijozingiz yo'qmi nima? Yo'q. Kelganingizga bir hafta bo'la bo'lmay, raqam kim bo'lib qolibsiz-ku? Mendan ranjib qoldingizmi ya? Yo'q. Atagan kishini sizga tushuntirdim-ku. Ortiqcha o'ylab ketma, qo'limda. Ma'qul. Ha? Xotirjam bo'ling. To'g'ri 52 ko'y bo'pti. Burun har qancha qilsaqmi 30 ko'ydan oshmagan. Mushundaqli bo'laveradigan bo'lsa, bir yilda bir oyda 1000 ko'ydan eshib ketgidek. 1000 ko'y emas. 1500 ko'ydan oshildi toza. 2 oyda 3000 ko'y. 4 oyda bir yilda Nima? Nahdi gapni qildigan duma xotin. Rastavatiman tursin. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nodir tilgan pullarni yig'ishtirib, dadamni mapiga o'tirg'izib ketdi.
Rastavatıman aka, dadam shu yerda qoldi. Boshqa birsini o'xshatmagansa? Yo'q. Men tunugin u yerdan o'tganda dadamni ko'rmagandim-ku. Aka, juran amsa biz berib baqayli, tez bo'ling. Buning aka biz berib baqayli, tez bo'ling. Bo'ling aka. Tez bo'ling. Hey, yaqindan bir ko'rinmaysiz. Nima ish qilyapsiz? Nima ish qilyaptim? Ot vaqib, mapaydab degandek. Ma dadamcho? Dadam? Ha? Dadam uxlaydi. Ha? Xijil olmay gap yo'g'iltyapsın ha? Voy, sekirmang. Nima sekiraysiz? Hey, dadamni tilamchilik sog'icha nomus qilsangiz umamda. Shu gapmi-da? Hozirgi jahonda pul tepishdan nomus qiladigan kim bor? Senmi pul uchun xalqning askarvisini yamaysan-ku? Hey, u degan bag'o halol kesib. Mening qilganimmi haqliq. Sana deb qo'yay. Buningdan keyin dadimiz hammamizning uyida bir oydan turdi. Bir oydan. Uqdingmi? Unutib qolmanglar. Menda sizlarning til xatinglar bormi? Nima yozganinglar o'zinglarga ayon. Ay, nega borsan? Voy, nima deysan? Sen nima deysan? Qilmasam, aytam, sen de yine bak ha? Kam keldi qo'yavotlar, baba. Kim bo'lsa sen nima deysan? Sen nima deysan? Yine bak, yine. Yine bak, ko'prak yine. Yine ko'rma. Sen nima deysan? Nadirning bunda qildig'ini faqat o'ylamabdiman. Dunyoda buningdan razil ish bo'lmas. Bu ishni to'la davron qilmayli. Yurt oldida oshkorlanib qolsa, hammamizning yuziga. Bu ish hamon bir kuni oshkorlanmay qolmaydi. To'la o'ylayvermisizlar dadisi. Boshda shu xatni yozmaydigan gapgandiq. Men bu ishni hargiz bo'ldi qilmayman. Dadam topgan u pulda meningmi haqqim bor tursa? Bu odatingni tashlamaysan, adash-a? Shundoq. Bir kun yezishni unutib qolsam, ko'nglim g'ashib qoladi ekan. Bu yerga kelib, ko'ndili xotirang iliq kuyik tilamchi bilan to'shqandi. Undaqmi deb ketma. Qarsam u buvayning bir dadi bodaklar. Nima dadi bo'ladi, qo'saq dadi adash. Sen bir tilamchining ishini o'ngshab, his-tashli qilganing bilan undaq bekor talablar ko'rmang. Menimcha u bovayning bir siri bor. Eshimiz yo'q odamni balkim birasi homiylikqa olgandi. Balkim birasi bovayning oldin xabar olsa, bovayim topgan puli bilan u odamni rozi qilgandi. Bundaq ishlar ko'p qo'jahanda. Samamak oddiy o'ylaydi ekansan. Qarasam u bovay bu ishda zo'rlangandek qiladi. Yig'i degan bahona ularga. Bu ishlarni sana tushundigan xili bor o'xshaydi. Bo'ldi, sen uxla.
Yaxshi tushki. Ortiq ishlarni o'ylamay, o'ynag'ili kelgandan keyin Ruqiya bilan ko'ngillik o'ynab, to'y ishingni patiraq o'ylash. Bu ishingiz faqat qamlashmadi, aka. Dadisini ko'chaga chiqarib, tilamchilik sag'a odamni Xudomi kechirmaydi. Sen qachondan beri Xudoning gapini qildigan bo'lib qolding? Ha? Bilib qo'y. Halol harom degandek bo'yin to'riqlar bilan put-qo'lini tushib o'ldiradigan odamlar bir umr muhtojlikdan qutulmaydi. Boy bo'lishni o'ylaydigan har qanday odam pul tepishga bo'ladigan barliq fursatni qo'ldan bermasligi lozim. Xudo menga mush usulda pul tepishni nasib qilgan ekan. Men bu fursatdan mengu foydalanaman. Amsa dadamni ko'chaga chiqarib tilamchilik sog'icha o'zingiz tilamchilik qilsangiz momdi. Nima deding? Hey. Sening nazaringda men tilamchiga o'xshaymanmi? Oy, dadam tilamchiga o'xshamdi. Tursun. Sening iqtisodiy ahvoling baxtli nachar ukam. Men har oyda dadamning topgan pulining bir kunligini sana beray. Bir kunligi 50 koydan aşıdı. Bopta 100 koy mu beray? Menden her ayda 100 koy alsang, turmuşunu tezli yaxshilab olaysan. Sen mu balliq bo'lib qolding. Bundaq namurat o'tiyversangmi bo'lmas? Bu puling menga lozim emas. Az ko'ryotamsan? Bilib qo'y. Bu mening sana insof qilganim. Kallangni yeriversangmi, buningdan ortiq berolmayman. Men har qancha namurat bo'lsam-mu, sening undaq harom pulingni hargiz qashlamayman. İxtiyorim. Adir, qaysi kuni men sal qiziqqanlik qilibman ukam. O'tgan ishlarga endi salvat. Dadam orqali pul tepish ishiga kelsak, bu sizning katta bir ijodiyatingiz bo'pti. Endi siz shuncha ko'p pullarni topgandan keyin, shu pullarda meningmi oz to'la haqqim bor deyman ukam. Endi siz mushundaq dasmi ketmaydigan shundaq yaxshi tijoratni o'ylab topgandan keyin, dadam sizning uyingizda uzoqroq tursin. Siz ko'proq foydalaning. Biroq foydalanaman deb hamma ishda meni qara qo'yman demang. Ma'qulmi? Dadamni oxirgacha o'zim boqaman. Hozir siz dadamni emas, balki dadam sizni beqiyotida sizni. Hey. Kimning kimni beqishi muhim emas. Uning ustiga siz dadamning ishlariga oxirgacha aralashmayman deb tilxatmi bergan? Ukam, meyiz bergan tilxatni borgo, dadam orqali pul topsangiz bo'ladi deydigan gap yo'q. Uningda faqat dadamning holidan obdan xabar oladi deb yozilgan. Xatingizni ko'rib boqamsiz? Ha, ilanga qina. Mana, tilxatingiz. Mushuma? Voy. Hiç yetparsın bu ne? Hey, mana xat degan. Bu xatni yetvatding ha? Nima deysan? Nima deysan? Nima deysan? Sen nima bo'pti? Voy jon! Urmatamsan ha? Nemisini urmaydigan bo'lsa mana bitta. Qina, mana
Hey! Qanday gap bu? Bo'ldi qilin dema. Bo'ldi qilin. Qandirmi shunday qilman? Bo'ldi. İntiqamni olmaydigan bo'lsa, o'g'lim olib ketay. Yig'ida vaqtda. Bo'ldi. Sizlar kim yer boshlab keldi? Siz so'rag'an degan bo'ldi qilin. Yura. Yo'q deyman. To'xtab tur. Bo'ldi. Mana kirib yurmay chiq. Xap. Yemlab toza. Fuyim qilmaydigan bo'lsam. Birroq shunaqa gapga. Xap. Xap sodir. Asad, esingizda bordi? Nima? 2 kundan keyin mening tug'ilgan kunim. Dadam opamlar tug'ilgan kunimni uyda xotirlab beramiz deydi. Ular sizni mukasim deydi. Kuyovni ko'giz kelib qopti-da. Bo'lmabdimi? Ma'qul, baray. Nadir degan bulangchi pulning hammasini egilib oldi efkam. Asli dadam orqali topgan bu pulda hammamizning haqqi bor. Bu pulni hammamiz tang bo'lishimiz kerak. Senmi qo'l qo'shtirib qarab turmay. U saxtpaz bilan elish. Dadam hammamizning to'riga. Rost gap qilsam, aka, menga unda qaram pulning keragi yo'q. Nadir haqiqatan o'sal ish qildi. Bir amal qilib, uning bu razil niyatining amalga oshishiga yo'l qo'ymayli. Ha? Ey ulug' Xudo. Dadamni har xil kasallardan, xim xatardan jiroq qilg'aysan. 5 yil, yo'q. 10 yil, yo'q. 100 yil umr ato qilg'aysan. Ey qudrati ulug' Xudo. Sen hammaga qodir. Hech qanday ish sening nazaringdan qochib qutulgan emas. Akam degan qarqo'saqning diliga insof bergaysan. Mendan talashmaslikni uning diliga sog'aysan. Amin. Men bir ishda amalsiz qoldim, Elshad. Ochiq davasilar. Qo'limdan keladigan ish bo'lsa, yordamimni aymayman. O'z vaqtida sizlar meni xatardan qutuldirib qolgan emasmi? Sen bilasan. Yangi bozorning oq darvozasida bir balanpay bor. Shu balanpayda o'ltirib, tilamchilik qiladigan bir odam bor. U odamning yuzi kuyib ketgan. Sen diqqat qilgan bo'g'iding. Diqqat qilgan. O'zlarining u odam bilan nima aloqalari bor ekan? Men bag'o qara uning bilan burun qattiq qadinas og'in edim. Shu chaqda men uningga 20 ming ko'y qarz berib turgan edim. Hozir qadar u pulimni olamadim. Mushu sodlig'imdan ya uningdanmi tilxatmi ilib olmabdiman. Aradan uzoq o'tmay baxtsizlikka yo'liqdi. Mana endi meni esig ololmayotdi. Abla, chata xo'p emasmi? Endi men shu 20 ming ko'y pulni olaymi? Bu 20 ming ko'y pulni qanday qilsam bo'lar? Qarzni cho'qim qaytarib olish kerak. Uning tilab topgan pullarini nima ko'madiganligini bilib olsaqli bo'ldi. Yo'q. Unda qilsak bo'lmasmikin? Unda qanday qilamiz? Boshqa shaharga yetkazsak bo'larmikin?
boshqa shaharga borib tiligini salayli demoqchimisizlar? Yo'q, boshqa shaharga olib borib tiligini salalaydigan birasik berib etayli demoqchiman. Qandaq? Bu chorag'u bo'ladi ekan. Biroq uni qandoq o'tkazamiz? U degan oson u. Uni ilib ketadigan odam topsaqli bo'ladi. U oson, ha? Ha, rost. Mening Urumchidan bir og'inam kelgan. Shuni bilan bir ko'rib boqay. U nima ish qilgan odam? U qachchi. Maxfiyatlikni saqlay oladimi? Chatoq yo'q. Ishonchli odam u. Biroq ishni bitasam menga xotirjam bo'l. Sen meni bilsan. Ish bitgandan keyin vaqo, shu 20 ming ko'p pulning 5dan biri o'lishini sana beray. Bo'lamdi. Chatoq yo'q. Amsi xotirjam bo'lsizlar. Ala. Bu ishda sizlarga hargiz malollik yetmaydi. Tuvan mo'lcharda bir yillig'i 35 milliondan tushib ketmaydi. Egizdi demak, oson. Amaliyotda u maymonga topgan mo'challari bilan unchilik pulni o'ri qilish unda oson emas. Men necha qitim yiroqdan soatimga qarab kuzatdim. Uningga bir soatda 50 odam pul berdi. U odamning qiyofati bek bichora bo'lg'achqa. O'tganligi odam uningga sadaqa bermay o'tmaydi ekan. Bir mo'chandan bersa, soatiga 5 qo'y. 2 mo'chandan bersa, soatiga 10 qo'y. Lekin ba'zida 5 mo'chandan bir qo'ydimi berdi ekan teg'i. Bola chaqilari, qonun o'rinlari izlariga qilib qolsa-chu. Uning vaqo bola chaqilari yo'q. Qonun degan vaqo pul to'lamagan arzni qabul qilmaydigan bo'lib ketdi. Bu odam uchun birasi shahrimizdan bir tilamchi yo'qolib ketdi deb arz qilmas. Yo'q. Hozircha undaq ahmoqlar onasining qo'shiqdan tug'ilmadi. Hamisa, mening 2 shartim bor. Birinchisi, naqi 20 ming yuan bo'lsin. Qandaq? İkinci shartim, navod 1 yil turishmay turib chatoq chiqsa, pulning yerimini qaytirib bersalar. Chunki u mol emas, u bir odam. Jamboyada qazo va emasmi? Ikkinchi shartlari muvofiq bo'ldi. Biroq narxi tuvan bo'ldi. Bunda qilaylik Qosimjon. Sizlarmi ish ko'rgan odam. Foyda ziyonni aniq biladi. Sodiroximmi shartlariga ko'ngan ekan. Narxini ozroq ko'tarsin. Undaqda 25 ming yen bo'lsin. Xudo xolisa 8 oy qolmay ketib bo'ladi. Qanday dedim Qosimjon? Bo'pti. O'g'illarda ochliqda shuna kelishdi hamsa. Shuna qilishdi. Haqqini Başlıksını da bu maşınla mağdur ettirdi. İşte ki Rukiye'nin az bir aynasıyla. Bugün onun olarak gelir. Aldırdan öyle bir geri bitti. İşte aynaydı. Bulan mı? Al. Bu jinoyatchi hozirga qadar to'rga tushmadi. Chaqqa bo'l.
Mashina to'xtar! To'xta! Kes! Yo'lda bir gumonliq mashina o'g'irlayapmiz. Darhol soqchilar uqtirish qilinglar. Mashinaning nomerini ko'ramidim. Qizlarning satana mashinani to'ssin. Tez. Nemish qilyapsan ekspert. Meni. Qo'yib tezroq. Shahar sirtidagi 12 nomerli qoya tashuvni xabar qilinglar. Hop, tushundim. Aras, Ruqiyaning tug'ilgan kuni esimizdan chiqib qopti. Ya telefon qilmadi. Voy. Hey, Ruqiyaman? Ha. Men Asad. Asad. Bugun ishim chiqib qoldi. Boramaydigan bo'ldim. Bugun Mening chashiraqqa ketanmaydi. Voy. Navaylarning tunriq qarab yaqin bo'lmasa. O'chaqda navaylar tunirlarga allaqacha otiq bo'lgan tursa. Ehtimol boshqa oshxonaga tamoq yegil kirib ketib, qaytib kelamay. Endi kirib olgandi. Burunmi shundoq bo'lgan-ku. Tursun. Ha? Dadamni saq olmagansa? Yo'q, ne bo'ldi? Dadam yo'qolib ketdi. Qachon? Tunugun. Izdimadingizmi? Voy, izdidim, ukam. Kecha izlab, mana hozir tongma yetib qoldi. Mushtaqchi yo'q. Menimcha, cho'qim sodirib qashgan gap. Dadamni shu atrof turgan tilamchilardan birma-bir so'rab chiqdim. Tunugun men uni apirib qo'yib ketishimga ikki kishi qizil pikap qilib uni ep ketibdimish. To, xudoyim. Bu cho'qim Sodiroqning qilgan Qat. Sen bilan bir hisoblashmaydigan bo'lsam. Nodir aka, chatoq bo'ldi. Nima bo'ldi? Sodir akamni atgan soqchilar tutib ketibdi. Nima tutibdi? Xalqlarning deyishicha, boshqalar sheriklashib, odam sotgan damda ish qilib, menmi toz tushunamadim.
Qandaq? Farzim to'g'rimikan? Dadamni ep qochib tutdi-da Sobirek. Hop bo'pti toza. Jiranga aka bir paqayli. Jiranga. Basla. Buloq. Ha, bo'ldi, mana. Tov Xudoyim, tov. Biletdim ben. O'g'ri, dadamni bulab, nega bo'lmasdi? Kim qolsa? Aka, qig'ini faqat bo'lmadi. Kichik akamning ishidan nafratlab yursan, sen texim oshirib yutsan. Nima? Dadam? Kimning dadasi o? Cho'qim shu. Saqchaka, men bir so'rab baqay. Ular ep qochgan odam qandaqroq odamkan? Butun badani kuyib ketgan, bir qeri tilamchikan. Naq o'zi shu. Dadimizgan. Shu. Aka, nemi qilganini bilansan. O'z dadisini setib o'tishdim ortiq nomussizlik ish bo'lamdi. Xudo, mana nima degan vijdonsiz aqlani bergansan. O tilamchi bovay. Üçünün dadısı mı? To'g'ri. O'z dadamni tilanchilik silib. Yana dexe. Setib o'tishdimi? Bu ishlas. Hey, sen bu odammi? Ha? O senin dadan-ku. Kam. Sen to'la yig'lavermay. Ahvolning tafsilotini bayon qilmoqman. Bu ishlarni so'zlashda nomus qilaman. Dadamni bugungi qilishiga men sababchi. Dadamni bu ishkisiga tashlab qo'ymay, o'zim obdan qarasam bo'pti. Men boshdan so'zlab beray. Ensirmanglar, bemor xatardan o'tib ketdi.
Dadamni qachon ichikda emas. Doktor bir narsa demiki? 7 nomerlik karvatdagi bemorga pul to'lab etinglar. Necha pul kan? 2000 qo'y. Xato bo'lib qolmaganda? Xotirjam bo'linglar, hargiz xato bo'lib qolmaydi. Manga qaraysizlar-a? Bunchalik jiq pulni nerdimi topamiz? Aka, siz Meningcha dadammo yoshli cho'ngib qoldi. Buncha jiq pulni qarzilab, dadamni cho'ng doktorxonaga olib berib, o'sin tuzaymiz desak, sizningcha Siz bundaq degan yerda biz endi nima deymiz buningga? mening ahvolimni hammanglar bilasizlar. Aka, siz mol-varalaringizni satsangiz, siz ot uloqlaringizni satsangiz, qog'inini qarz olsak, dadamning Shunda qilsak-ku, bak yaxshi bo'ladi. Dadam mayli saqaysin, mayli saqaymasin. Yana shu galni baqadigan gap. At uloqni setib qo'ygan bilan, men galni kanariga esib qo'yamdoq. Mapini chaqim bundaq bir cho'g'ilisi bo'la. Hay. Bu dadamizning chiroyini emas, salomatligini asli keltirmasak bo'lmaydi. Buningga burmuch pul kerak. Shunga pulning amalini, pulning amalini qilsak bek bilan bo'ladi. Bizda pul yo'q. Silning vag'u aş arjaq mapini taraqshitib yurib topgan 2-4 tanga pullari aşı qota atlarning gilidan oshmayotsa, bizda nada pul bo'lsin? Sadrankamlar davolatsin. O'tni vag'u bizning bolalar emas, ashlarning bolalari yoqqan tursa, pulni biz beramdiq. Yama yer kaschu, sotqa arz qilaman. Ondaq demay. Öydeki pulun azraq açıq bəginə xotin. Nemeli bo'lmasin, men o'sha o'g'ilning biri. Dadamdan beshiga kun tushganda men ikki qo'limni burnimga tiqib, qarab o'ltasam bo'lmas. Voy, uyda pul yo'q dedim-ku. Qamlashmagan gapni qilma. Haq olsa bizni ayblaydi. Serengi oynama desem, serengini oynab, dadamning uyini kuydirib yutib bo'lding. Faqat gap anglamaysa, sening qulqing faqat gap anglamaydi. Serengi o'ynaganga to'ydingmi, to'ydingmi? Mayaqila, yaqinroq kela. Men seni dadangmi emasmi? Men sen gap qilsam,
Anlamsa. Bundan keyin o'ynaydigan bo'lsang, men gap anglamagan qulog'ingni so'zib, qo'lingga aytib berma. Angladingmi? Ha? Anglab qo'y. Bechar dadam ömürlük miyip bo'lib qoldi. Yani teqi o'ltirg'ili uyim yo'q. İçinizni pishirmang. Hayot qolganning o'zi g'animat. Doktorxonaga 2 ming pul o'tkazdik emas. Biz Qo'tondagi qo'ylarni setib, ozroq pul raslab qo'yaylik. Hammani Sadirxon akamlarga ishtirib qo'ysaqmi? Qamlashmas. Qotandagi bu mollar nech pulga yarakin tang? Doktor, 7 nomerlik karvatdagi bemorning uyidan odam kelmadi. Bemor tunigundan beri och qo'saq yotadi. Bolalarning telefon nomeri bormi? Cho'ng o'g'lining bor. Bolalar nima ish qiladi ekan? Cho'ng o'g'li qurilish ko'tara olamish, boshqasini o'qimadim. Undaq bo'lsa, siz bir amal qilib oilasidagilarga xabar qiling. Ma'qul. Mening ishim bek aldirash fikirlarim. Hozircha dadam birasingning uyda turib tursin. Mening qo'lim bo'shaganda, ondan men uyimga ketib baqay. Qanda? Men ko'chada kirakashlik qilib, uyga bek kash qaytaman. Dadamga qirg'irak vaqtim yo'q mening. Qamar Nisa eg'ir oyoq bo'lmagan bo'lsa, dadamga o'zim qaraydim. Bugun erta uning ko'z yo'rsa, bir qo'limni ish qilolmay qolaman ekan. Eng yaxshisi sizning uyingizga gapiraylik aka. Siz aldirash yo'g'an bilan yengimiz Fatigul uyda bekor emasmi?
Undaqda sening balang dadamga o't qo'ygan ekan, o'ddisin endi o'zing chiq deganingizmi bu? Sizning ayolingizmi uyda bekor? Yaqindan beri Hamraxon qizil ko'rik peshida o'pkishlik qilyotdi. Bu hammamiz mapini chaqirib olsak, jon saqlab olmaydi ekan. Manda qilaylik qaranglar. Ammo pulning ishiga kelsak, dadamni qaysinglar baqsanglar, pulni hozircha maslak berib turay. Ammo qarg'uni tariyada qistagandek, meni mo tanglikni qo'ymanglar, ukullar. Man qarang ukam. Bu akt birapti bular bo'lmayli yondirib akapsiz. Bu Qamar Nisoning ko'z yo'rimigan bo'lsa, akam aytdim aka. Siz bir necha kun qarab turing. Bolalarni doktorxonadan chiqib olsam aktiman. Manda qilay ukam. Buni akamning uyiga olib qo'ying. Hammani qilgan shu.
Dadamni yana biz boqadigan bo'ldik. Nima? Akam har oy 200 ko'y beradigan bo'ldi. Ems 300 ko'y bersin. Dadam haqqancha yesimi bir oy 200 ko'ylab bir narsa emas. Uning ustiga bizga azroq foydasi qoladi dedi. Maxsus bir hujra. Yotadiganga o'rin ko'p bo'lmasa bo'lmas. Bizning orada bir necha yig'iz uyimiz tursa. Nima deyatdi? Oshxonaning orqasiga bo'sh uyni azroq tuzashtirib, shu yerda yotqizib qo'ysak bo'ladi. Mayli. İki yüz koy bermey, 100 koy bereyli. 3 ailenin teng beqish majburiyati var. Endi bizning majburiyatimiz sal ig'roq. Dadamning bu holga tushib qilishiga biz sababchi bo'lgan. Şergin kırsın su sepey gözümdeki yaşımdan Şergin kırsın su sepey gözümdeki yaşımdan Sen hayattın ki sen çireydim kızı kumare Sen hayattın ki sen çireydim kızı kumare Bolam, kilonga bolam, kilonga, canım bolam, odan, kilonga bolam, onam. Canım anam balam yapağlar. Boldu kılın. Yapağlar. Boldu canım bolam. Omak bolam, boldu kılın. Boldu. Anam bolam, boldu kılın. Bolam. Ey şefqatli Xudo. Dadamni patroq o'z dargohingga ep ketkaysan. U bechora o'tni kuyib, o'zining hojatidan o'zi chiqolmaydigan darajada meyib bo'lib qoldi. U o'zining nimaga hojat bo'layotganligini, nimani orzu qildiganligini bildirolmaydi. Nimadan xo'shal bo'layotganligini, nimadan bizar bo'layotganligini ifoda qilolmaydi. U to'xtamay yig'laydi. Balkim uning nayt ko'p dadi bo'lsa kerak. Demisimi jismoniy va ruhiy jihatdan shunchalik zaiflashib ketgan odamning dadi bo'lmay qolamdi. Munda qoldi yashashning yana nima ahamiyati bo'lsin? Keramlik egam dunyoda o'z dadasining o'limini tilashdanmi ortiq yüzsüzlük bo'lmasi kerak. Maqsadim uni bu cheki yo'q azobdan baldiroq xalos bo'lsgan deyman. Sen uningga rahim shafqat qilib, uningdagi omonatingni tezroq olg'aysan. Amin.
Çaştın özünü sende, açtın Paris'i mende. Çaştın özünü sende, derdi yok dersen beni, derdim hemsi mende. Derdi yok dersen beni, derdim hemsi mende. Başını kaç kıvalı, kodu bilen boğulak yitivalı. Başını kaç kıvalı, kodu bilen boğulak yitivalı. Kulağıyla kıvalı, kör almayı koymayı ben. Ağardımı almayı koymayı ben. Uçmazsam kesiken, tıvarsam besiken. Uçmazsam kesiken, tıvarsam besiken. Senin handa şu yarın ağacında kestim. Benim çoğu oğlum bu yıl ailede bitirdiysizler. Özgürden şu balamni bir hizmet olmak biremigen degan ümidim var. Hey, hatırlayacağım bozlar. Mahmut'u bilen dollap yitivali, gül bakıyla çıkıvali. Qish kelyapti. Ayrim bir hujraga mash qo'yib, maxsus bir odam o'tqilab xabar olmas bo'lmaydi ekan. Gapning o'chig'in deganda 200 ko'y yetmagidek. 200 ko'y yetmasa, dadam shuncha ko'p non yendi ekan. Voy. Bu siz ajab nonning gapi bilan qoldingiz a? Nonning gapini qo'yib turib, maxsus o't qiladigan odamning kunligi qancha pul hisoblab beqing a? Kunligini 10 koy degandimi, bir oyda qancha pul bo'ladi? Janobi Asnaxon, hammamizning dadisi. Ama 200 koy yetmasa, qog'inini at tursin bason. Tursunaxonni pitva azar. Uning mendaq bo'challab topgan pulisi bolasining bulmiqiga ara yetidi. Undaq bo'lsa, hammamiz tang baqayli emasa. Yaxshi gap. Yaxshi gap. Ben saq bir ay beqib bo'ldim. Endi navbat siz keldi. Sizmi sanab bir ay beqing. Hey Nadir, men bugun Urumchiga mangmoqchi qaram. Hozircha Tursunning uyiga olib qo'yib turing. Men bir ay qolmay qaytib kelaman. Kelibla o'zim yandirib kelib olaman. Qanday dedin, Nadir aka? Aleyküm assalam. Dadam sizning uyingizdami yoki akamniydimi? Mening uyimda.
Akamı kaptırmış. Onun iyi beren anne. Sizden beqivatqanınız mı bir ay bulaydı? Şunda qılan ha? Keyin ikkinchi akam Nadir dadamni tilanchilik sotdi. Uni az degandek Sodir akam dadamni pul uchun setib yetibdi. Biroq tilxat yezib sog'lig'imdan ortiq gap qilolmadim. Dunyoda undan ortiq rahmsizlik bo'ladi. Hey, odam bolasi qiladigan ishni qilsanglar-chi. Agar bu ishni qonun sirtida qilishga bo'lsa, senlarni bo'g'izini o'tgan bo'lardim. Dadam hozir nada? Dadam bilan ko'rishsam bo'pti ekan. Dada! 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 Beni keçirgin! Dada beni keçirgin!
Senin bugünkü günkü kelişinge ben sebepçi. Sen hem de herkes akıllarımı qarab kılmayman. Senin özüm bakıman dada. Akıllarımı herkesin taşlap koymayman. Ata ananın qağışıp uçurasını kim o kokmusun? Bizni keçirgin dada. Bizni keçirgin. Dada. Dada. Bizni keçirgin. Dada bizni keçirgin. Dada. 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 Bizni keçirgin. Biz seni çıkarladık dada. Ben seni özüm bakımım. Keçirgin. Dada, hemmi günah bende. Dada. Baba. Eğer siz halısınız da. Bu küçüge. Kanun tegiçlik cezasını verdi. Siz halısınız da. Bu bovay farzandlar tarafidan qattiq qarinliq. Şuna biz kadr saqchilarimizdan i'oni yig'ib bu bovayning chiroyini asli keltirish uchun cho'ng doktorxonada davolatamiz. Dəmilişin toşuduğanğa yana bir hafta barkən. Aldırmay maqsan bolmamdı. Roqiya bilan ishingni bir taraf qilmadan. Uning xafa bo'lishini to'g'ri tushunishing kerak. Bo'ldi. Artıq gapni qilg'im yo'q. Unaga tushundirdim. Lekin üstümga kelgan mas'uliyatni ado qilmasam, qanday bir saqchi bo'la olayman? Roqiyaning bir kuni tushundig'iligiga ishinaman. Bu yer kelib, iliqi Hasan boy bilan bo'lib ketganimning o'zi xatolikmi? Bechora boy oxiri ozodga chiqdi. O'g'illari tegishli qonuniy jazoga tortildi. Mushi yetarlik. Bo'ldi. Endi men mangay. Xo'sh. Roqiyani saqlayli. Bo'ldi, u kelmaydi. Buni uningga berib qo'y. Ma'qul. Xo'sh, Jamsa. Xo'sh. Xo'sh, Jamsa. Ablat. Ablat. Asad qani? Roqiya, yaxshimisiz? Hozir ketdi. Bu xatni u sizga qoldirdi. Oylasam xitim beksen. Özüm okup bəmsəm, kelinim qağdaysız.
Büyüyen köyünün türegi Perzent için en güzel tesbih Perzent için en güzel tesbih Baxt izler cimi ademler His olmaz emmiga birar Sen üçün tökülmesen Uyg'onmasa farzandlik g'urur Omad baxt hachargan jirar Omad baxt hachargan jirar